bunda agar bankda o'zini mijozi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bankimizda ish haqi olinadigan fuqarolar uchun 1% pasaytirilgan holatda beriladi. 1% pasaytirilgan. Bu maqsadsiz hisoblanadi. Bundan tashqari ta'lim krediti, ya'ni kimdir o'zi, ota-onasi yoki o'g'li, farzandi, akasi, ukasi hozir ta'lim krediti faqat kunduzgi ta'lim uchun, ya'ni o'sh yil kunduzgi ta'lim uchun beriladi. Sirtqi zaushinlar uchun bizda ta'lim orzusi degan bu ta'lim kreditimizni qulayligi shundaki, ayollarimizga o'sha ta'lim jamg'armasi tomonidan o'sha Apela mahkamasi 527 son qaroriga asosan ta'lim jamg'armasidan qoplab beriladi. Bu degani hech qanday foiz to'lamaydi. Erkaklar o'sha Markaziy bank qaytarmani stavkasi barobaridagi foizni to'laydi. Bitta yaxshi tomoni imtiyozi, yana ham imtiyozi, agar Markaziy bank qaytarmani stavkasi tushganda bu ham tushiriladi. Qayta ko'tarilsa ko'tarilmaydi. Qancha tushsa tushadi, lekin